яраткан игемнің тәкъдири белән мен бия килеп калдым. Ниетим батты Алматыда келемен деп. Ama Allah menimчә yetkizdi. Biz босымы мушу эркин yurtida yaşap atkan Uygurlarımız bugün künde mişet толып кеткен болса, гүл үсті гүл болады. Ama lekin sani emas, sapası керек бізге. Az olsun ama saz olsun deydigan. Mayli qayerda olmayli, aman bolayli. Biz o'tib ketdik, bugun kun bizning xotir kunimiz. Biz bugun motam kunimiz deb. Men uchun 70 yil motam kun. Askam 70 ga keldim. Vatandan olgandan beri men motam kunda. Ben yan bir namoyishda dedim men. Vatanimni ozodlamoq uchun kulmayman degan bir akimizning gapi men yuragimdan, qalbimdan ketmaydi. Bizga hozir nima kerak? Birlik kerak. Sening mening demay, vatan bir, til bir, hammamiz bir. Shuning uchun bir-birimizni bugundan boshlab yomon demay, hammamiz bir-birimizning mayli nima qilsa, qo'ldan kelgan ishni qilsin, biz qo'llaylik. Qo'llab shuning ayrıda, akıda, paranlarını kıskartayla salgan gittik qarindoshlar. Allah hammalardan razı olsun. Rahmet. Rahmet. Rahmet Tursun. Rahmet.